بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز جماعة المسلمين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim rizqining keng bo'lishini va umrini uzoq bo'lishini yaxshi ko'rsa, silay rahim qilsin dedilar. Tashqaridan qaraganda silay rahim qilinsa, qarindoshiga yordam bersa, moli yoki puli kamayib qolgandek ko'rinadi. Lekin Alloh taolo buning evaziga uning molini ko'paytirib beradi hamda uning yaxshiligini doimo eslab yuradigan qilib qo'yadi. An Abdullah ibn Abi Awfa yaqul anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahmin. Abdullah ibn Abu Awfadan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam albatta qarindoshlik aloqasini uzuvchi qavmga rahmat tushmaydi dedilar. Bir odamning sababidan boshqalar ham Alloh taoloning rahmatidan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Masalan, 5 tadir, 6 tadir aka-uka, opa-singillardan faqat bittasi qaysidir bahona sabab o'rtada nizo chiqib aloqalarni uzgan. Alloh taolo o'sha bittasi arazlashib yurgani uchun hammasidan o'z rahmatini benasib qilib qo'yadi. Aslida silay rahimni uzishga hech qanday sabab, bahona bo'lmasligi kerak. Hayotda kimdir meros talashadi yoki boshqa bir sabablar bilan opa-singil, aka-ukalar bir-birlaridan arazlashib yuradilar. Juda jaholat otiga minganlar, yaqalashib mushlashganlari ham bor. Endi bularning hammasi Alloh taolaning huzurida o'zlari javob beradi. Agar bu dunyoda qilgan gunohlari uchun tavba qilib, ularni takrorlamasalar, solih amallar qilib istig'for aytib yursalar va asosiysi silay rahim qilishda davom etsalar, Alloh taolaning rahmatidan har qancha umid qilsa bo'ladi. Chunki Alloh taolaning o'zi kim uni bog'lasa bog'layman deb silay rahim qiluvchi bandasini o'ziga yaqin olishini aytgan va unga ko'p yaxshiliklar va'da qilgan. Ammo yuqorida aytilgan sabablar bilan bo'lsa ham silay rahimni uzib yurgan kimsa oxiratda Alloh taolaning huzurida juda og'ir ahvolga tushib qoladi. Chunki uning birorta ham yaxshi amali qabul qilinmaydi. Barcha qilgan yaxshiliklari, hatto haj va umra qilgan bo'lsa, ularning ham savobi bekor bo'ladi. Eng og'iri, eng fojialisi shuki, bunday banda Alloh taoloning rahmatidan butunlay benasib bo'ladi. Zero Alloh taolo kim uni kessa kesaman deb aniq aytib turibdi. Ba'zi oilalarni ko'rasiz, butun umr aka-uka, opa-singil bezor gaplashmay o'tadi. Ba'zi holatlarda farzandlar ota-onadan yuz o'girganlari ham bor. Bularni hammasini bilib qo'yish kerak. Alloh taolodan kesilgan odamlar. Bunday kimsalarni kasri atrofdagi hamma yaqinlariga, qavmi qarindoshlariga, mahalladoshlariga ham Allohning rahmati tushmasligiga sabab bo'ladilar. Shuning uchun har bir odam doimo qarindosh urug'lari bilan bog'lanishni payida bo'lish kerak. Qarindoshlik aloqalarini uzmaslikka mahkam turib, targ'ib qilib, nasihat qilib, unday qilma, bunday qil, bu ishni qilsang savob bo'ladi, bu ishni qilsang gunoh bo'ladi. Seni arazlashib yurganing sababli bizga ham Allohning rahmati to'silib qoladi degan nasihatlarni aytib borish kerak. An Jubayr ibn Mut'aymin anna Jubayr ibn Mut'aymin akhbarahu annahu sami'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul la yadkhulul jannata qati'u rahmin. Jubayr ibn Mut'aymdan rivoyat qilinadi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qarindoshlik aloqasini uzgan odam jannatga kirmaydi deganlarini eshitdim
degan edi. An Abi Bakrata qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma min zanbin ahra an yu'ajjilallohu li sohibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah min qati'atir rahmi wal baghi. Abu Bakradan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo uqubatini bu dunyoda tezlatib va oxiratga ham olib qo'yadigan gunohlarning eng loyig'i qarindoshlik aloqasini uzish, ikkinchisi bog'iy dedilar. Bog'iy degani ikki xil ma'noda keladi. Birinchisi zulm qilish, ikkinchisi musulmon rahbariga qarshi bosh ko'tarish. Ba'zi gunohlarning uqubati bu dunyoda ko'rilishi mumkin. Qilgan yomonligiga yarasha shu dunyoda ehtimol Alloh bunga ko'rsatib jazosini berar. Shu bilan oxiratdagi gunohi yuvilib qolar, u dunyoga qolmas. Lekin qarindoshlik aloqasini uzganning uqubati bu dunyoda ham tez yetadi va oxiratga ham davomi qoladi. Mana shu narsani har bir inson yaxshi bilishligi kerak. Bu esa silay rahmni uzishlik naqadar og'ir gunoh ekanligini bildiradi. Aytilgan mau'izalardan Robbimiz hammamizga yaxshi manfaatlar bersin.